Assalomu alaykum qizlarjon hammalarga. Hammalarga xayrli kun. Hozir sizlar bilan xamiri tvorogdan qilinadigan, ichi nachinkasi olmali bo'ladigan juda ham zo'r olmali tvorogli rulet o'rgataman. Demak, boshladik. Birinchi ishimizni skоворodkada olmalarimizni sariyog'da qovurib olishdan boshlaymiz. Qizlarjon, demak, birinchi bo'lib biz zajarovnyamizga 40 gramcha gazeta sariyog' solib, sariyog'imizni ozgina eritib olamiz-da. 700 gram shirin olmani mana bunaqa kubik to'g'rab oldim. Kubik to'g'rash hamma biladi, shuning uchun uni kadrda ko'rsatmadik. Sizlarni ham vaqtinglarni, o'zimni ham vaqtimni olmaslik uchun. Mana sariyog'imiz eridi. Endi po'sti bilan to'g'ralgan shirin 700 gram olmalarimizni solamiz. Va sekin qovurishni boshlaymiz. Ustiga tabga ko'ra 30 gram yoki 50 gram shakar solamiz. 50 gram shakar va tabga ko'ra yana yarim choy qoshiq koritsa. Kimdir koritsani yomon ko'rsa, solmasligi ham mumkin qizlarjon. Ana endi shu sariyog', shakar, koritsa bilan olmamizni qovurishni davom ettiramiz. Olmadan suv chiqadi, qizlar olov o'rta. Shu suv chiqib quriguncha olmamizni pishirib olamiz. Где-то 10 minutlar vaqt ketsa kerak. Hozir ko'ramiz yana. Hop, buni past qilib qo'yamiz-da, qizlarjon. Bu yoqda demak, bu ham ketaveradi. Xamirimizni qilishni boshlaymiz. Qizlar, qaranglar, xamirga o'tishdan oldin bir xil tushunmaganlar bo'ladi, shuning uchun ko'rsatdik. Olmadan har doim suv chiqadi mana bunaqa, mana. Suv chiqyapti, sekin ko'ryapsizlar. Mana shu chiqib, suv tortilguncha qovuramiz. Ko'rsatmadilar Shirnapam, xafa bo'lib qolmanglar deb yana olmaga qaytdim. Mana sekin suv chiqyapti. Shu suvimizni qaytguncha o'rta olovda bu qovurilib turadi. Agar tezroq bo'lsin proses desanglar, qopqog'ini yopib qo'yinglar, 5 minutga dimlab qo'yinglar. Mana qizlarjon, endi xamirimizni qilishni boshlaymiz. Demak, 400 gram tvorog bizada chuchuk tvorog solamiz. Xo'p, ustiga bitta tuxum, hammasi ketma-ket solib tashlayveriladi. 50 gram yumshoqqina bo'lib turgan sariyog'. Xo'p, bu yoqda 50 gram shakar va smetanamizni solamiz. Smetana yoki uyda qolgan qaymoqni solsak ham bo'ladi. Yuz gram smetana yoki qaymoq hammasini soldik. Yaxshilab birinchi o'zini bu masalani aralashtirib olamiz. Ezib. Undan keyin quruq masalani elakdan chiqarib tayyorlab qo'yganmiz. Bo'ldi qizlar, qolgani qo'lda qilinadi. Demak, 300 gram oliy navli unimiz elangan. Ketdi. Ketidan 10 gram kabartma tuzi, 10 gram vanilin elangan yana aytaman. Ana endi xamir qo'limizda qorsagan bo'ladi. Yumshoqqina, chiroyli xamirimizni qorib olamiz. Tvorogdan qorilgan xamir juda ham mayin, juda ham zo'r bo'ladi qizlar. Qizlar, o'lchangan unimizdan ortiqcha un solmaymiz, chunki hozir qo'limizga tvorogli xamirni qizlar yopishqoq bo'ladi. Sizlarga kamdek tuyulaveriladi, lekin kam bo'lmaydi. O'zi sal yopishqoqroq bo'ladi. Faqatgina yoyayotganda ozgina unlab yoyamiz. Mana shu o'lchangan 300 gram undan boshqa un solmaymiz. Hozir buni ikkiga bo'lib yoyib olamiz. Mana shunaqa qilib xamir qilib olamiz. Mana qizlarjon, xamirimizni ortiqcha mushlash kelim uchun yig'ilvasa bo'ldi. Mana krupinkalar, tvoroglar bilinib turibdi. Endi qoq o'rtasidan ikkiga bo'lib olamiz xamirimizni. Va kalkani ustida yoyishni boshlaymiz. Mana qizlarjon, endi xamirimizni
ikkiga bo'lgan xamirimizdan bittasini qo'limiz bilan birinchi to'rtburchak qilamiz. Keyin juvamizda to'rtburchak qilib kattalashtirib ochishni boshlaymiz. Sekin-sekin anaqani qiynamasdan xamirimizni, chunki bu osnovasi tvorog har holda yirtilib ketishi mumkin. Chiroyli qilib katta qilib ochib olamiz. Va sovib turgan, pishgan olmalarimizni ikkiga bo'lib olamiz bu orada va yarmini mana shu ochilgan tvorogli xamirimiz ichiga solib qo'yib olamiz qizlar. Bir tekis bo'lishi kerak, qalinligi. Bir yog'i qalin, bir yog'i ingichka bo'lib qolsa bo'lmaydi. Mana qizlarjon, xamirimizni yoyib oldik. Endi mana olmani mana qilib sovitib qo'ygandim. Qoq yarmini, mana buni ham o'lchab olamiz-da. Qoq yarmini surib chiqamiz. Yoyib chiqamiz, ya'ni. Olmalarimizni 800 gram olma qilsanglar ham bo'ladi. Sal bu yoqda joy qolishi kerak. Hozir yoyamiz, ko'rasizmi? Mana endi chiroyli qilib olmalarni butun mana shu anaqaga yoyib chiqamiz. Mana bu yoqda joy qolishi kerak oxirida. Qizim. Yaxshi olmali, tvorogli rulet bo'ladi. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Oldin pishirib olsak, hozir ko'rsataman sizga. Olmasini ko'p qilsanglar ham bo'ladi ichiga. Xamirini men sal yupqa ochib yordim, sal qalin qilsanglar ham bo'ladi. Olmasi shuncha sal ko'p kam ko'rinyapti. Ana endi men yo boshdan boshlab sekin ruletimizni rulet qilib o'rashni boshlaymiz. Qizimjon, havo qoldirib mana shunaqa qilib ikkinchisini ham o'rab olamiz. Ana bo'ldi. Men bitta agar sizlar buni ko'chirishga qiynalsanglar, men bu lopatani ozgina yog'lab yuborsanglar, men bu joyini zo'r ko'chadi. Hozir men yog'lab yuboraman. Bo'lmasa yirtiladi, chunki juda ham nozik, mana yirtilish boshlanyapti. Mana hozir ozgina yog'lab yuboramiz. Mana qizlar, lopatamni yog'lab yubordim. Endi yog'lab turib, mana yirtilindi endi. Bu yoqqa sekin olib boramiz listimizga. Ana. Bo'ldi qizlarjon, mana qo'yib oldik. Juda ham nozik bo'ladi shunaqa qizlar. Chiroyli qilib qo'yib olamiz. Mana qizlarjon, ikkalasini mana shu lopata yordamida tirab turib olib oldim, ko'rdinglar? Forma berib yuboramiz turgan joyida. Endi ustiga bitta tuxumni sarig'ini sursak ham bo'ladi. Surmas, agar ustiga saxrini pudra bilan beradigan bo'lsanglar, tuxum surmasanglar ham bo'ladi. Endi 165-160 gradus, o'sha o'zingizlar hammanglar o'zingizlar uylaydigan aqani bilasizlar, напряжение tok kuchini 160-165 gradusga, demak, pishgunicha qo'yib olamiz. Где-то 30-35 minutlarda pishadi. Mana qizlarjon, olmali, tvorogli, xamirlar tvorogli ruletlarimiz tayyor bo'ldi. Buni hozir qizlarim yeb ko'rdi. Shakari kamroq deyishdi, retsepti testasiga ham, nachinkaga ham 50 gramdan shakar solingan. Shakarini bemalol 100 gram qilsanglar, 80 gram qilsanglar bo'ladi. Shakari pastroq yeydiganlarga o'z holida qolaversin. Yoki shirin olma bo'lsa, o'zi yopib boradi shu narsani. Demak, shakari kontrol qilsak bo'ladi. Nachinkaga ham, testasiga ham. Opisaniyada yana biz yozib qoldiramiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, birpasda 25 minutda pishdi. Tayyorlab ko'ringlar, choylarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.